Assalomu alaykum, Fayzli Tunikafon jamoasini kuzatib boruvchi aziz vatandoshlar. Sizlarga yana bir xonadonimizni bitgan holatini sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu obyektimizni Farg'ona viloyati Quva tumani Qaqir qishlog'ida go'zal holatda bitkazib berdik. Agar siz ham mana shunaqangi go'zal holatda Tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, sizga mana shu Fayzli Tunikafon jamoasini qilgan ishlarini ko'rsatib boramiz. Bitta ko'rib ishlarimizga like bosib qo'yasiz. Biz sizlarga mana shu xonadonimizni nech pulga bitgani, nech puldan qilib berganimiz hammasini sizlarga to'laqonli aytib o'tamiz. Xo'p, hozir aka, bu obyektimizga 105 kvadrat atrofida list sarf qilib, mana shu xonadonimizni darvozaxonasi, aylanasiga shapkasini go'zal holatda qilib bitkazib berdik. Xo'p, bu obyektimizga tunikasi, reykasi, samarezlari hamma mahsulot ichida 140 ming so'mdan qilib berdik. 140 ming so'mning ichida mana shu hamma o'g'rigarchiliklari, uyda egasi mana bir mahal obed berdi, pulni sanadi, osongina qutuldi akamiz. Siz ham mana shunaqangi ishingizni oson qilib bitkazib olsangiz bo'ladi. Bizga murojaat qilsangiz, sizni xonadoningizga yetib borib, joylaringizni o'lchab, chiroyli narxlarni chiqarib, agar obyemingiz katta bo'lsa, hozir aka, narxini ham chiroyli qilib o'tib beramiz. Go'zal narxda qilib beramiz, xudo xohlasa. Bemalol murojaat qilavering. Sizga agar Rossiyada bo'lsangiz yo boshqa chet davlatida bo'lsangiz, biz sizga xonadoningizni qanaqa ish jarayonlari ketyapti, qaydlari qanaqa bo'lyapti, hamma video ma'lumotlarni sizga jo'natib berib turamiz. O'zingiz ko'rib, ko'nglingizdagidek bo'lgandan keyin hisob-kitoblarimizni inshaalloh oxirida chiroyli qilib hisoblashib olsak bo'ladi. Bizga mana shu vodiy bo'ylab, ya'ni Farg'ona, Andijon, Namangan, mana shu tog'ning ichini, umumiy tog'ning ichini Любой chekkasidan chiqib bizga murojaat qiling. Inshaalloh sizning xonadoningizni ham chiroyli qilib bitkazib beramiz. Mana shu nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi xonadonimiz sizning uyingizda bo'lishi mumkin.